Bu filmni men uchun eng sevimli bo'lgan opam, men uchun eng kuyimli bo'lgan dadamga bag'ishlayman. Apa, dada, sizlar jafo chekdinglar. Men mehribon opamning qo'rsqida opiri bo'lgandan boshlab, opam dadam olamcha xushallikqa cho'mgan ekan. Opam mening qo'rsaqtili turib tepchaklishimdan og'rib ketgan qo'rsqini tutib, shodlikdan kulib ketgan ekan. Chunki opam bu og'riqni olamcha huzur hisoblaydi ekan. Dadam doim opamning qo'rsqini silab turib, meni erkildirgan to'q, men bilan paranglashadigan to'q. Men bu dunyoga ko'z ochgandan keyin ularning butun shodligimi men, g'am g'ussimi men, bayramimi men, aram elishimi men bo'ptiman. Men uchun nurg'un kechalarni uyqusiz o'tkazgan opam. Meni texim yaxshi kunga erishtirish uchun haslab badal to'lagan dadamning beliqlab kulishim bilan barliq chekkan jafosi va harg'inligi yo'qaytgan. Opam menga o'milashni, menishni o'rgatdi. Meni pabilab mehr muhabbatni dilimga soldi. Sevgining inson qalbini larzaga soladigan birdan bir kuch ekanligini bildirdi. Dadam menga yiqilganda o'rnimdan dast turib menishni, qaysarlikni ruhimga singdirdi. Yana o'z navbatida men yulansam talmaydigan mo'ra. Ruhiy olmimning ishonch teg'i bo'lib, qaddimni ko'tardi. Hayotning agri to'qa yo'llardimi, osmonda yo'limizni yo'ritadigan quyoshning, kechalari bizga sirdosh bo'ladigan oyning borligini aytib berdi. Meni yelkisiga mindirib, faqat qushlarning ucha olmaydiganligini, dadamning men uchun suvmas qanot bo'ladiganligini, meningmi jazman ucha olmaydiganligimni aytib berdi. Yillarning o'tish bilan menmi cho'ng bo'ldim. Meni cho'ng qilish, qatorga qo'shish badiliga opamning o'maq siniqining o'rniga qo'ruq almashdi. Dadamning jasorat chaqnab turadigan ko'zlarining atrofiga hayot nurg'un tarixlarni iz qoldirdi. Mening qaddim tiklandi-yu, qadrdan dadamning belim kuchaydi. Hayot yo'lida mustaqil mo'g'idek bo'ldim-yu, lekin mehribon opamning qadami ig'irlashdi. Meni cho'ng qilib, uy o'chaqlik qilib, qizini tarbiyalab boshqalarga qiz qilib qatorga qo'shib berdi. O'g'lini birovni baxtli qilish va ota bo'lish yo'liga uzatdi. O'zlari bizga baxt tilab, bizning baxtimiz uchun duo qilib keldi. Apa, dada, jafo chekdinglar. Sizlar bizning mangulik tavarrukimiz. Biz qanchalik qilsaqmi qarzimizni qaytirib bo'lolmaydigan kishilarimiz. Apa, dada, bizni beqib qatorga qo'shqininglarga rahmat. Şatlandırırsan ata ana